Barlıq əzizlər, bugün sizlərə tanıştırmoqçı bolğanımız taam türü bo'lib, ya'ni qaymoq poşkili, Hunan deb atıldı. Bunun xemiri üçün ketadigan materiallar odam beshiga qarab, jon sonalariga asosan 3-4 piyola unga, mush qo'shiqning uchida ozroq tuz solamiz xonimlar. Tuzni jiq seyishga bo'lmaydi. Sovuq suv bilan bo'sharoq xemir yug'urib olamiz. Tindirib 3-4 parcha zuvliga ayirib, biz uyg'urning xemiridek yeyishimiz kerak buni. Onundan başqa, buniki arasıga elish uchun yumg'oq sut, ya'ni oshko'ki, ko'k piyoz, ma'u sholson degan piyoz, mushxil narsalarni ushshaq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Onundan başqa eng muhimi, bir cho'ng piyola, ya'ni bir china atrofida qitiq, yangi qitiq bo'lish kerak, ochiq qitiq bo'lmasin. Onundan başqa o'ttir piyola xom qaymoq, o'ttir piyola atrofida yeni uyutilgan quyruq maya xonimlar yoki bo'lmasa quyuqroq ajjashmay bo'lsin bo'ldi. Mushu uchini aralashtirib, shu ravs aralashtirgandan keyin bek oz tuz solamiz xonimlar, bek chiq bo'lib ketmasin. Mushuni biz yeyib olmoqchi bo'lgan xemirning orasiga surimiz, quyuq surib bo'lamiz xonimlar. Qaynash bir-birlab shu bosqichlarni qilaymiz. Xonim qizlar, mana boyagi xemirimizni yug'urib, hamda bo'sh xemir bo'ldi xonimlar. O'xshash 4 dona zuvliga ayirib oldim. Sizlar odam sonalarining ko'p ozligiga asosan jug'asanlar bo'ladi. Endi bu har bir parcha xemirni naytib nepiz yoyimiz. Shu ambilimizning tegi ko'ringidek holatda yeyib tayyor qilamiz. Xonimlar, men qo'ymay bilan qiytiqni aralashtirdim. Endi xom qaymoqni to'kib, buni qo'shiqning uchida ozroq tuz qo'shiblam. Bunu aralashtirib mejavasak bo'ldi. Mana shunchalik tuz. Mana xonimlar, xemirimizni biz yeyib bo'lgandan keyin shu may, qitiq, xom qaymoq aralashmasini qo'yib berdim. Endi men so'ng piyoz bilan so'ng piyoz bilan osh ko'kini bir qo'r berib chiqim. Xonimlar, mana butun hamma narsani berib bo'lgandan keyin buni menda alam qilsanglar, bu o'zligida menda cho'gilaydi. Xonim qizlar, boyaqi yo'gab tayyor qilib olgan bu qaymoq po'shkilimizni jimbilni maylab, buningga ratlik tizib oldik. Endi shu qasqondagi suv qaynagandan keyin shuningga selib 20 minut atrofida pishirib olamiz, xonimlar. Xonim qizlar, mana qaymoq po'shkilimiz pishib tayyor bo'ldi. Bu behmi chiroyli qishda qat-qat pishirdik xonimlar. Hammasi bir-birisidan o'ta arasıdan degandek. Bekmezlik pırap ketdi. Bu bir aylanlarda sınab ko'rib baxsanlar bo'g'idek. Bu taamni mana o'xshash sovuq saylar bilan yoki bo'lmasa süzma, qiytiq degandek, ashundaq ko'ngilga tegmaydigan yemeklar bilan qo'shib yegan vaqtda naytim yaxshi bo'ldi. Chunki buning tarkibida may bor emasmi? Odam badaniga ziyon qilmaydi xonimlar. Undaqda dars bugun mishaychi bo'lsin. Tushunmagan o'rinlar bo'lsa yana ayrim çayxana sorsanlar bo'ldi xonimlar.